Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi Qirg'izistonning go'zal oyoq-qo'li uzunidan boqaman degan ukalar. Xo'p, ona bolani haqiqiy go'zal tinig'i kelib qolgan, rangi oppog'idan. Bolasiniki o'sha otasi sariq bo'lgan, onasi bilan bir chachishi bir go'zal bo'lakcha ola chiqqan. Onasi ikkita shakalar, birinchi bola mana shu yonidagi. Bo'ylari 80 pilista, Alloh xolasa aloqa chiqasizlar tinig'idan. Onasi ikkitish, bo'ylari 80 pilis, sog'liqlari zo'r, bolani ham sog'ligi zo'r. Bolani mana qanaqa boqqanini o'zdan ko'rib turibsizlar akalar mana. Tinig'idan yoshidan olaman degan ko'ra, bolasi ham urg'ochi mana. Ko'paytirib yurishga oling mana bir jup. Onasi ikkitish, bolasi 3 oylik o'tgan qo'zi. Haqiqiy go'zal, dumbalari go'zal, orqa oldilari hamma tomonlama akalar tiniq holatda. Bolasini rangini qarang, otasi sariq bo'lgan, onasi oq. Bu bola jonivar mana sariq bola bo'pti jonivar. Videoga like bosib akalar, kanalimizga obuna bo'lish mutlaqo esdan chiqmasin. Narxlar Alloh xolasa go'zal bo'ladi. Bir joyga akalar bo'ladigani 9 million so'mga Toshkentgacha mutlaqo besplatni yetkazib beramiz akalar. Sog'lig'imiz, orqa oldlari hamma tomondan akalar ikkitasi ham go'zal, tik. Holati vash klassni. Aloqa chiqaverasizlar akalar, Alloh xolasa 9 million so'mga ketdi. Nomerlar qoldiramiz. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, shu tepa qo'rg'onda turibdi. O'zimiz G'o'rada akalar. Alloh xolasa ishqiboz aloqa chiqaverasizlar, yo'lda yetkazib beramiz.